4-chi bab. U chaqlarda Filistiyaliklar İsraillarga hujum qilgan edi. İsraillar ularga qarshi jangga atlandi. İsraillar Ebenezer degan yerda, Filistiyaliklar Afeq degan yerda bargoh tikishdi. Filistiyaliklar İsraillarga qarshi saf tuzib jangga atlanib, bir maydon shiddatlik ilishdan keyin İsraillarni mag'lub qildi. Naq maydonda ularning qo'shinidan 4000 ga yaqin odamni o'ltirdi. Mag'lub bo'lgan lashkarlar bargohga qaytib kelgan chaqda İsrail oqsoqollari nima uchun Parvardigor bugun bizning Filistiyaliklarga mag'lub bo'lishimizga yo'l qo'ydi? Parvardigorning ahdi sanduqini Shilodan bu yerga ilib kelayli. U bizning oramizda bo'lsa, bizni dushmanlarimizdan qutqizdi, dedi. Şunun bilan bir necha odam Shiloga avatildi. Ular ikki kerubning orasidagi mehr shafqat taxtida o'tirgan qudratli sardor Parvardigorning ahdi sanduqini elib keldi. Alining ikki o'g'li Xofni bilan Pinixasmu shu yerga ahdi sanduqi bilan birga keldi. Parvardigorning ahdi sanduqi bargohga yetib kelganda butun İsraillar yani Tevrat güdek küçülük çukan kötürüştü. Filistiyaliklar çukanını anlap, İbranilarning bargohida nemi üçün bunchalik qattiq çukan kötürülüp ketdi, deb hayron qilishdi. Keyin Parvardigorning ahdi sanduqining bargohga elib kelinganligini bilib, qo'rqib ketishdi. Ular ilohlari ularning bargohiga keldi. Olimizga voy! Biz burun hech qachon bundaq ishga yo'l qilib boqmagan edik. Endi bizni kim bu qudratli ilohlarning qo'lidan qutqizalaydi? Cho'l bayavanda Misrliklarni turli baloyi ofatlar bilan urganlar ashu ilohlar emasmidi? Qani Filistiyaliklar erkakdak botir bo'layli. Undaq bo'lmasa İbranilarning bizga qul bo'g'iniga o'xshash endi biz ularning quli bo'lamiz. Shundaq ekan erkakdak jang qilayli, deydi. Shundan keyin Filistiyaliklar qattiq hujum qilib, İsraillarni mag'lub qildi. Qirg'in qilish shundaq qattiq bo'ldiki, 30 ming İsrailiya lashkarining o'liki janggohda qoldi. Hayat qolganlarning hammasi uylariga qochib ketishdi. Parvardigorning ahdi sanduqi dushmanning qo'liga tushib ketdi. Alining ikki o'g'li Xofni bilan Pinixasmu o'ltirildi. Benyamin qabilasidan bo'lgan bir odam janggohdan qochib, shu kunlar Shiloga yetib keldi. U qayg'udan kiyimini yirtib, beshig'i to'p chashqan edi. Shu chaqda Ali Parvardigorning ahdi sanduqidan g'am qilib, yuragi eg'ib, yo'l bo'yidagi o'rindiqida o'ltirib, xabar kutayotgan edi. Elqi odam shaharga kirib yuz bergan voqealarni aytib berganda, butkul xalq dod faryod ko'tardi. Ali chuqon suranni anglab, "Nemishqa bunchalik chuqon solisizlar?" deb so'rdi. Elqi odam bo'lgan voqeadan Alini xabardor qilib qo'yay deb, darhol uning yeniga keldi. Ali u chaqda 98 yoshda bo'lib, ko'zlari ko'ralmaydi. Elqi odam Aliga, "Men jang maydonidan kelganman. U yerdan bugun qochib keldim", dedi. "Nima bo'ldi, o'g'lim?" deb so'rdi Ali. Xabar akelgan odam mundaq dedi. "İsraillar Filistiyaliklarga mag'lub bo'ldi. Lashkarlardan nurg'unlari o'ltirildi. Sizning o'g'illaringiz Xofni bilan Pinixasmu o'ldi. Xudoning ahdi sanduqimi qo'ldan ketdi." Gap Parvardigorning ahdi sanduqi ustida bo'lganda, Ali o'rindiqidan orqasicha uchib ketdi-da, teriligi va semizligidan bo'yni uzilib, shu zamon jon berdi. U İsraillarga 40 yil yetakchilik qilgan edi. Alining kelini, ya'ni Pinixasning xotini homildor bo'lib, ko'z yorishiga oz qolgan edi. Parvardigorning ahdi sanduqi qo'ldan ketdi. Ering bilan qiynotang o'ldi
degan xabarni anglash bilanla uning to'lg'iqi qattiq tutib, zo'n ziyib o'ltirib, bo'shandi. U jon uzay deb qolganda, holidan xabar ilib turgan ayollar uningga "Qo'rqma, o'g'il tug'ding" deyishdi. Lekin u buningga e'tibor bermadi. Javobmu qaytarmadi. Xudoning ahdi sanduqining qo'ldan ketganligi, qiynotisi va erining o'lganligidan u shon sharaf Isroiliyadan ketdi deb bolasiga Ikabod degan ismni qo'ydi. Shon sharaf Isroiliyadan ketdi. Chunki Parvardigorning ahdi sanduqi qo'ldan ketdi dedi u.